Polkovnik Yamamoto'ning eng oxirgi telegrammasi. Polkovnik Yamamoto 2 minutning oldida vatan uchun qurbon bo'ldi. 特殊部隊の編成部篠塚義雄将軍および第一軍同時にこの特殊部隊の指揮として私の職責を私にもしこの部隊の存在がなくなったら私がこれ以上生きていく理由がないことをつけている山本和樹は死をもって天皇に報いく以外戦略がありません。体をお大事に。天皇陛下万歳。山本和樹昭和17年戦地に没。山本大勢は2弁号前に準 Bu Yamamoto alayda atrati yollagan eng oxirgi telegramma. Padişah alileri yaşsın. Xabarchi Oshikadan. Yaxshi. Komandan, oldingi sepdan xabar keldi. Dushmanlar chekinishga boshlabdi. Ular yana qaytarib zarb beramdiq deb yo'l-yo'riq so'rab o'tdi. Leyillon ishni bitiribdi-da. Bak joyida ish oldi. Necha kundan buyon dushmanlarga to'sib zarb bergan emas, bekor ketmabdi. Bu qatimki jonda qazo qilganlarning, chiqin bo'lgan o'q-dorilarning ahvolini darhol hisoblab chiq. Men Leyillonga to'g'ri qiltaman. Oldingi sepdagilarga yetkaz, butun sep bo'yicha hujum qilsin. Ish bitgandan keyin men Leyillon qanday rahmat aytadi? Shuni o'ylayapman. Araq ichishga taklif qila, Aqchal. Araq bilan og'zimni etaman deydigan men qalanda bo'lmasam, unda oson ish yo'q. Unda qanchalik narsa undirib olsak, dasmoyimizning o'rnini to'ldirib ola olamiz. Shuni obdan o'ylab baq. Leypolak komandirining tizimligida 92 tipli ig'ir pulemyotdan 4, yenik tipli pulemyotdan 8, 60 kalibrlik minomyotdan 4, yana o'q to'rada bezlish kerak. Ha, ma'lum gapim qamlashdi. Keling, yana bir qo'l o'ynaydi. To'pni to'sdim. Oylanglar. Astra. Polis komandiri! To'xtanglar. Polis komandiri hilni ko'zini yumdi. Birdan uxlasın. Polis komandiri. Hammasini yerlikka qo'yib oldinglarmi? Ha, yapılarning jasadini qo'yib oldik. Polis komandiri, doklad yezib, divziya shtabilar bosh shtabga ma'lum qilamdik. Manqimiz tarixda ko'rilib boqmagan joyda. Bu sizning ishingiz. Gapimni obdan anglang. Mustaqil politni sizga topshirdim. Men o'z oldimga harakat qildim. Jazodan qochib qutulishim mumkin emas. Shu narsa esingizda bo'lsin. Mustaqil politni vayron qilsangiz bo'lmaydi. Hozir qo'shin kuchaygan chaq. Mayli. Raip. Ha? Ketiver. Yalnız birden turay. Polis komandiri, ben birle turay.
Şoçan bilan birden paranlaşqın ba. Sana bu yerda nim ba? Ketiver. May. Bak. Şoçan. Siz bilan paranlaşqılı keldim. Erib ketdingiz. Bo'ldi, qaramaylam. Bana cevap bermen demek gapimni anlasanızlı bo'ldi. Şoçan, o'q etishga men buyruq tushirgan. Sizning mendan og'rindiganligingizni bilaman. Lekin bu degan jang emasmi? Amal yo'q. Nurg'un odamning jini mening qo'limda. Bir minut bexastalik qilsam, nurg'un odam hayotidan ayriladi. Men sizga qarzdor. Qarzimni boshqa olamda eshak o'rinda ishlab qaytiraman. Şoçan. Men rastlı şor pişan ekanman. O'sha yeshimda dardimga darmon bo'ladigan ayolni topgan edim. Lekin bundaq talay menga nasib bo'lmadi. Aldirangu ekansiz. Bana deb qo'ymay ketaman debli ketdingiz. 2 kundan buyon to'la o'ylab menga og'rib ketdi. Ikkimiz deyishgan gaplarning hammasini o'yladim. Hisoblab baxsam, deyishgan gaplarimizni qo'shganda 100 jumligimi to'shmaydi ekan. Odam degan kelgusini bilishga qodir emas ekan. Mushundaq bo'lishini bilgan bo'lsam, ishimning hammasini tashlab siz bilan 3 kecha kunduz paranglashib olarkanman. Şoçan, ata-onam burunla tugab ketgan. Aka-uka ot sing'illarim yo'q. Hatto urug' tuqqanim yo'q. Menga jenimning yerimi siz bilan birga yer ostiga ko'milib ketgandek tuyulyapti. Yığlamıqlı xeyli uzaq bo'pti ekan. Ko'nammayapman. Bejirim erkish turib, odam yo'q ya kelib yig'lasam, xatzonlik qiladi ekan. Lekin yig'lagandan keyin yengillab qoldim. Ishim bo'shab qoldi. Erkish bo'lmoqmi tasgan? Hamma ishqa chidimiz texi. Bir yer og'risa, voyjon deb baqirmasa, ochig'ini ichib yutadigan gapga. Şoçan, siz ketgandan keyin yana bo'ytaq bo'lib qoldi. Holimga yetadigan odamim yo'q bo'ldi. Bu bir hisobda to'g'ri bo'ldi. Endi hech nimani o'ylamay xotirjam holda olvoslarni yo'qotadigan bo'ldim. Bundan keyin qayta o'ylanmayman deb qarsiq so'zlasam, sizmi ishonmaysiz. Lekin sizga va'da beray. Sizni menga unutmayman. Siz mening yaqin odamim, mening xotinim. Buni har qanday chog'da unutib qolsam bo'lmaydi. Ikkimiz to'y qilgan mustaqil politik kadrlar va askarlarning hammasi bunga shohid bo'la oladi. Bundan keyin mayli nada bo'lay, tuproq beshingizda supurgil doim kelib turaman. Olachaqalarim bo'lib qolsa, ularni boshlab kelib qabringizni supuraman. Ularga bu yerda yotqani bizning tuqqanimiz deyman. Shuncha ko'p qism, jumladan jinsiy armiyasi, markaziy armiya va yerlik qurolli qo'shinlarni urushga qatnashdi. Muasirga oldiganlar muasirga oldi, yordam berdiganlar yordam berdi. Hammamiz shuncha aldirash bo'lib ketgan turug'liq
neymiş bo'lganligini bilmay yurdik emasmi, ha? Hatto menmo gangirab qoldim. Malla emas. Ikkinchi urush rayonining qo'mondoni Yanshishammo telegramma avatib, shuncha cho'ng jang qilib turib, menga xabar qilib qo'ymabsizlar deb xafa bo'lib ketdi emasmi? Hey, bu qatimqi urushga sizlar qanday qaraysizlar? Raskatni qilamdiq. Albatta raskap qilsizda. Nayt qaltiqchang bo'ldi. Bir polik askeri kuch va yerlikdagi qurolli kuchlar bilan dushmanlarni akuttirib mustahkam, zo'r askeri kuch bilan mudofaada turayotgan Nahiy bozoriga hujum qilishga jur'at qilishni haqiqatan kashfiyot desa bo'ladi. Armiyamizning shahar o'tkiliga hujum qilish ishig'imi zo'r tajriba to'plab berdi. Jang taktikasi unumi jihatdan qaragandimi? Buni qaltiqchang deyishga bo'ladi. Men Lilongning polkiga borgan. Menga bu qo'shin Nayt alayda bilindi. Polk komandiridan tortib odatdagi askarlargacha hammasida bir xil g'ayrat jasorat urg'ib turdi. To'xtang. Tutkul qo'shinda bir xil g'ayrat jasorat urg'ib turdi dedingizmi? Aniqroqdan qanday g'ayrat jasorat? Xuddi ko'ndirilmagan otdek, yalqinjab turgan gulxandek. Mundaqcha aytganda, tutkul qo'shinni quruq o'tinga o'xshatsak, odatda ko'zga ancha chiliqib ketmagan bilan azroq uchqun tekkan aman lavildab ko'ydigan osmon pelak otashning o'zi. Bu o'tinlarga o't tutashtirib oladigan odam faqat Lilonglar. Jangga kirganda uning bir og'iz gapi bilan tutkul polktikilar nar tortib hujumga o'tadi ekan. Odatda bunda qo'shinlarning jangovarligi nihoyat kuchli bo'ladi. Uning yo'lini so'ramay, 10 mingga yaqin askarni yetkazib ishlatganligi tashkilsizlik bo'libmi? Uning xotinini deb Nahiy bozoriga hujum qilib, ma'lum talafot olib kelib, hukumat ishidan foydalanib, shaxsiy uchini og'aligi uchun uni etiversakmi ozlik qiladi. Lekin amaliy o'limdan qaraganda bu qatimqi jangda Shanshining g'arbiy shimolidagi Yapon armiyasi zo'r chiqim topdi. Jangga qatnashgan qismlarning natijasi mo'l bo'ldi. Yapon bosqinchilari qarshi turayotgan ushaq tayanch bazalari maqsadsiz to'plandi. Jang unumini bir qatimliq cho'ng jangdan kam chaqlashga bo'lmaydi. Endi uning chapayab qiltirdinglar-ku. Baya 2-urush rayonining qo'mondoni Yanshishan 8-armiyadagi har qaysi qismlarning Shanshining g'arbiy shimolida zo'r natija yaratganligini tabriklab telegramma avatibdi. Kimni mukofotlasam bo'ladi deb beshim qaytib turibdi. Hozir hamma ish oydin bo'ldi. O'chingni raqibingdan ol. Elishingni qarzdordan debdi-ku. Darhol telegram yo'llansin. 第386旅，并太岳军区。 Жаңа? Demamsan? Ha? Gap qilmaysan-ku? Qahramonlik hikoyalarini men o'ptaroq so'zlab bermamsan? Qani so'zla. Qo'ling tat. Nima? Gap qilmaysan-ku? Ha? So'zlamamsa? Sen so'zlamasan, men so'zlay. Her kişiye layık, oğul baladek, azmetdek iş kıldın. Lekin harbiy bo'lishqa, bo'libmi, qo'mondan bo'lishqa sen sol tekding, salohiyating to'shmaydi. Bundaq desam, ko'nglingda qoyil bo'lmaysan, shundaqmi? Ha? Lekin sen shuni deb qo'yay, oldimda qoyil emasman degish bo'lma. Kim qoyil bo'lmabdi? Qoyil bo'lmaslikqa haddim bu. Yana gardangashlik qilayotganini tehi, hozir vazifani o'tashayman. Vazifamni allaqachon elib o'tib bo'ldim. Ishga yo'q mollamni quliq tech. Yaxshi. Yaxshi. Ishga yo'q mollamni quliq tech. Shundaqmi? Ha? Oshpazlar komandiri. Bu. Bang. Harbiy yurishda ishildan tashqasan deb kel. Hop. Le komandir, seni tabriklayman. Ha? Hozirdan boshlab sen brigada shtabining oshpazlar komandiri bo'lding. Endi ko'nglingni to'xtatib, Doshqozonni yutib yursan. Sening qulig'ingni obdan bir tinchitib qo'yay. Qulig'ingni obdan tinchitib qo'yay. Bak, bu qozonni uni yutirib qo'y. Rasma, Lipoli komandirini oshpazlik serish qardimmi? Unda qism val qilgan bo'lmamdim. Nimaga qaraysa? Biz ya qozon yutib baqmagan odam bo'lmasak, burun mushundaq Doshqozonni yutib o'tloqdan o'tgan. Toza herib ketib tursam, menmi sezmabdiman. Tuyuqsiz mo'ldir yig'ib ketdi. Shuning bilan qozonni beshimga ko'ntiribli turib olgandim, kaskadimni bekrak asqatqandi. Mo'ldir to'xtagandan keyin qarsam, hammalarning yuz ko'zlari ko'ktirdi. Ayni chaqda bekli xush bo'lib ketgandim. Ko'nglimda
Tangirning yanıla bana iş ağrıptı dep qag'an edim. Nimanda quruq gapni to'liq qilsan? Qazonni uyutirib qo'y. Komandir, bu... Hey. Bergad komandiri. Qazonni yutsam yuday. Lekin bu ishni men terib turib, sizni politiklarni yomon otib qo'ysam qanday bo'ladi? Ho'y? Tikini bor gap qig'il turding hamda, ha? Men qachon qo'l ostimdagilarni yomon otqish sherik qilibman, ha? Ba'zida yomon otni ko'tarmaymi amal yo'q. Darajasi yuqori amaldor bilan tang turish qilib bo'lmaydi ekan. Leyilong, sana shuni deb qo'yay. Sen soltak yaxshi ko'nglimni tushunmayapsan. Seni men emas, bosh shtab boshlig'i Ismon atab turib tanqidladi. Ularning seni tanqidligini, seni asrig'ini. Telegramma avatib seni taqdirlaganlarmi bor? Ko'rib boqing bormi? Bor bo'lsa hozirlab ket. Ko'rib boq. Bu Jang Veyan Jangni sana avatgan mukofotlash buyrug'i. Bergad komandiri. Lojang muhabbet pixsiqkan. Quruq mukofotlig'icha hech bo'lmaganda bir nechta film o'tmasin mayli emasmi? Bo'ldi. Quruq gapni as qil. Sana shuni deb qo'yay. Bu qatim cho'ng ish terding. Vazifangni el o'tmaganning o'zila seni eng zo'r darajada asraganlik. Ma'lum ko'rib boq. Bergad komandiri. Sizmi bilasiz. Ba'zi xatlarni men siyosiy komissar tex doktorxonadan chiqmadi. Ma'qulamsa, men polik komandir janoblarga o'qib beray. O'ptaroq angla, ha? Oldidagilarni o'qimasam bo'la. Sening ko'ngling hammadan ayon. Men sen 18-guruh bo'y armiya siyosiy boshqarmasidan sen to'g'ri chiqargan yakunini o'qib beray. Yo'ldosh Liyolongning yo'l yo'riq olmay turib, o'z oldi qo'shin boshlab, noy ishiga hujum qilib, zo'r talafot paydo qilganligi uchun qattiq jazolashga tegishli edi. Lekin yo'ldosh Liyolongning Pengan noysini saqlayotgan dushmanlarni butunlay yo'qotganligi, har qaysi qismlarning aktiv ovoz qo'shishi orqasida jang rayonida dushmanlarni zo'r chiqimiga uchratganligini nazarda tutib, yo'ldosh Liyolongning ig'ir xatoligini surishtirmaslik, to'hpisini taqdirlamaslik, xatoligi bilan to'hpisini xalos qilib o'tish qaror qilindi. Tugudimi? Tugudi. Sana yana nima lozimdi? Hech nima lozim emas. Hech nima lozim emas. Bergad komandiri, rahmat. Boshqa ish bo'lmasa, men qaytay. To'xta. Xushal bo'lib ketding-ku. Xushal bo'lib ketgidek. Asal yegan o'xshamamsan. Kesiling yo'qda? Yo'q, kesilim yo'q. Bu qitim cho'ng ish terdim. Sho'ng boshliq meni cho'qim etib o'tdi. Etib etmagan taqdirdimi vazifamni ilib o'tdi deb o'ylagan edim. Lekin bunday bo'lishini o'ylamabdi ekanman. Mo'shiq chiqma? Ha? Aptinga qarab baqa, u yaramas. Etib etmaganga shunchalik xush bo'lib ketdingmi? Seni hozirla etib etmaydigan bo'lsam. Bergad komandiri, o'zingizni besaylang, ha? O'zingizni besaylang. Tasvir advoni bamsam, ochig'im besilmaydi meni. O'zingizga hoy bering, ha? Qo'lini tat. Bundan keyin menga ishlab birsan-ku deyman, ha? Unda qilmayman. Bergad komandiri, hargiz unda qilmayman. Rahmat sizga. Yo'qol. Hop. Yoshino birlashma atritining jangovarligi nihoyat kuchli edi. Lekin bu qatim polik komandiri tutishganda Yoshinoning birlashma atriti 2 kun ichida bir qadamni ilgarilayolmadi. Men qo'shinimizning jangovarligi kuchayganmidi yoki Yoshino birlashma atritining jangovarligi ojizlashganmidi deb o'ylab qoldim. Legon birodar, bu yoqqa kelib polkimizning oldingi saf bazasi va o'rinlashtirilishiga qarab beqing. 可是此次跟我们交火，吉野连队在2天之内竟然没有前进一步。我在想，是我们的部队战斗力增强了，还是吉野连队的战斗力削弱了呢？李武兄，你过来看看，
我们团的前沿阵地及纵深配置。第一， Birinchidan, polkimiz foydali joyga o'rinlashgan. Egizda turib, kuchlik, uzoq muddatlik o't kuchiga hujum qildik va oldin bekitilgan qarg'ilish nishoniga hujum qildik. Buni kuchni to'plab, halsirgan dushmanga zarba berish deymiz. Ammo dushmanlar yolg'on hujum qilgachqa pasib o'rinda turdi. Uning ustiga uzoq yo'l yurgachga kuchi yo'lda xo'ridi. Ikkinchidan, polkimiz jangga rasmiy kirishishdan burun 8-armiyaning qismlari dushmanlarning hujumini 8 soat to'sib, Yoshino birlashma atritining g'ayratini intayin zo'r darajada sustlashtirdi. Uchinchidan, polkimizga yaqinda Amerikaning qisman jabduqlari saplangachga o't kuchi kuchaydi. Topchi askarlarimiz dushmanlar bilan barobar asosda bombardimon jang etdi. Burun buni tasavvur qilish mumkin emas edi. Shundaq. 我佩服你的清醒和客观态度。要是换了别人呐，哼，早就把中央社的记者请来，开个什么新闻发布会。李公兄，你我都是带兵之人，任何时候要保持清醒的头脑，这是带兵之本。坦率地讲，鹤阳沟之战，我感受很多呀。八路军 Rostini aytganda, Xiyangudagi jangdan jiq narsalarni his qildim. 8-armiyaning bir kichik atrididagilar butunlay o'ldi. Ularni jiq degandimi kuchaytirilgan rotachiliklar. Undan boshqa ularning atalmish rayonlik kichik atrat, noyillik cho'ng atratlarini muntizim bo'lmagan qo'shin degan taqdirdimi 指敌人一个野战连队8小时的进攻。李公兄，这里边的东西，难道不值得我们思考吗？我承认他们打得很不错，也很顽强，可我并不认为八路军有任何过人之处。自抗战爆发以来，国军进行了几十次大型会战，我们同样付出了惨重的代价。可以说，国军的代价是空前的。就拿华北敌后战场来说，不只是他八路军在那里坚持，我们也同样在那里坚持。你说的没错，但是我在做这样的设想：如果从我们358团任意挑选出2-3个连队来，在同等的条件下，是否也能顶住吉野连队8个小时的猛烈进攻？你要知道，他们没有火炮支援，没有预备队，没有后勤保障，更没有像我们这样牢固的工事。这我倒没有想到。问题就在这儿，你是没有想到，但这是客观存在的事实。八路军这支部队的的确确创造了奇迹。据我所知，这是旅农部一个普通的连队。团座，你的意思是？从抗战的全局角度看，有这样的军人，这样的部队，中国甚幸，民族甚幸啊！但是，抗日战争终有一天会结束，日后中国向何处去？是三民主义统一中国，还是共产主义统一中国？从这个角度看，这支部队将是国民政府的心腹大患。李公兄，我似乎看到了未来，看到了未来，我们和共产党早晚会有一战。这场战争无法避免，
一旦爆发，那将是惊天动地、规模空前的血腥大战。这场战争将决定了中国未来的命运。云飞兄，此时对日作战还没有结束，我对中国是否能够战胜日本还缺乏足够的信心。可你却预言下一场战争的到来，现在想来，是否为时尚早啊？你知道本杰明·迪斯雷利吗？本杰明·迪斯雷利？不知道。他是19世纪英国保守党的领袖，做过首相。他有一句名言，除我奉为经典：没有永恒的朋友，没有永恒的敌人，只有永恒的利益。我们和友军的关系会随着战争的结束而结束，不管你愿意看到不看到，这就是事实。朋友向敌人的转换只是一瞬间，只有利益才是永恒不变的。你好些了吗？ Joe комиссар, qandayroq tursiz? Xeyli yaxshi. Keling, doriңizni ichib oling. Shoji, sizni avar qildim. Hechqisi yo'q. Men nurg'un bemorlarni kutgan. Ularning ba'zilarining amali siznikidan yuqori, lekin hammadan tuzib qiladigani yana siz. Shundaqmi? Men tuzib qilamdiman. O'zim ajab his qilmabdiman-ku. Har qaydan doriga kirsam, Shoujing, sizni avar qildim deb to'xtamay rahmat aytasiz. Ziyoli degan rostilla boshqacha bo'lar ekan, g'araz qilur ekan, bekda tuzib qilar ekan. Ba'zi ishchi dehqon kadrlarga o'xshash og'zini buzib tillamaydi ekan. Shoji, ko'rganlaringiz yuzaki odisda. Odatda men odam tillayman. Ba'zida hatto noisat gaplar bilan tillayman. Diqqat qilsam hech gap yo'q, diqqat qilmasam tillab solaman. Bunday qiliqni universitetda emas, qismga kirgandan keyin o'rgangansiz. Odam tillaydigan odatni Liyulongdan o'rgandim desam bo'ladi. Kunda birga bo'lgandan keyin bir-biriga ta'sir ko'rsatishni saqlanqili bo'lmaydi ekan. Men uni bilaman. Mustaqil polikning komandiri, peshqadam Qizil armiya jangchisi, uzun safarga qatnashgan. Bularni siz bilamsiz. Uning dangli shaxs ekanligini kim bilmaydi. Birasi barliq asos poliklar orasida jangni kim eng yaxshi qiladi desa, hech kim bilmasligi mumkin. Lekin kim qop yurak, kim chatoqchi desa, hamma odam cho'qim Liyulong deb javob berdi. Liyulongning buncha ulardan shaxs ekanligini o'ylab boqmabdi ekanman. Albatta, bizdek sestralar bilgan yerda jang qiladigan qismliklar bilmay qoladimi? Hey, uning taqdiri qandaroq? Qopqi yomonmi? Ba'zida qopqi yomon bo'lgan bilan, ba'zi noit sodda. Ba'zida noit hiyliga. Yo'ldosh, Joe komisar qaysi yotoqda? Bilmayman. Yo'ldosh, Joe komisar nerede? Bilmayman. Yo'ldosh, bizning komissar nerede? Qaysi komissar? Bizning doktorxonaning siyosiy komissarimi yoki o'sha yerda davolanayotgan komissarmi? O'sha yerda davolanayotgan komissar bo'lsa, qismning nomini menga deb bering. Qaysi qo'shinning komissari? Bizning mustaqil politika Joe komissar. Ha, siyosiy komissar Jogangiz dedi ekansiz-da. Ha, to'g'ri. Ha, o tarafda, oldi tarafga mansangiz birinchi ataq shu. Rahmat sizga. Komissar! Komissar! Voy, Raif, polik komandiri sizni yo'qlab keldi. O'zi qani? Kelyapti-da. Lojo! Lojo! Va edlar! Sizni hijab chaqirib ketdim. Anladingizmi? Kirmay turib odam tillig'il turdi. Polik komandirning man bekaga chiqmabdi ekanda. Lojo! Lojo! Alvaslarning o'qi bir yerlaringizda ushirib yotmagan-da. Qani ko'rib baqay. Bizning Lojo tek to'rqilmagan tursa. Lovli, yotoqda ayol kishi bormi? Voy, kechiring. Siz bakansiz emasmi? Biz degan konseptdash bo'g'achqa chaqchaq qilib ko'nib qopdiq. Hechqisi yo'qli polik komandiri. Sizlar parani chevranglar, men boshqa bemorlarning abdurisini olib beray. Sal turib ko'rishaylik. Ma'qul. Raif, konservalarni komisarni oldi qo'y. Hop.
Lajo, bularning hammasi o'ljagan narsalar, hammasi obdan narsalar. Qarang, mevichi va yana o'tikmi bor. Bu qitim aldirab qoldim. Kelar qitim yana kelib berma. Lavli, noit joyida jangdan birini qilib, Penarnaysni qo'lga oldi deb angladim. Sizni tabriklayman. Nima tabriklaysiz? Xizmat ko'rsatgan ishda tilg'anmay turaydi. Jazo bermaginiga shukr desam bo'ladi. Rayib, talani aylanib kel. Jo komissar bilan xizmat to'g'riliq so'zlashib. Lavli, necha kunning oldida siyosiy boshqarmadagi yo'ldoshlar meni yo'qlab ketdi ekan. Bu qitimqi urushning portlash sababi va jarayonini deb berdi. Noit uzun o'ylandim. Agar ayni chog'da men bo'lgan bo'lsam, sizning harakatingizni to'samidim deb o'ylab qoldim. Cho'qim shunda qildingiz. Undaq ahvolda agar to'smasangiz, sizni jo'gan demaydik. Noit, to'g'ri dedingiz. Mushu mijozim bilan sizni cho'qim to'satdim. Lekin gapimizga kelsak, agar sizni to'sqan bo'lsam, keyingi g'albilarmi bo'lmaydi. Buning ichida o'ylanishga tegishli masalalar bor. Sizmi bilasiz, men noit ehtiyotchan, lekin jasoratim kamchil. Xarakterimda kamtugilik bor. Cho'ng ish termagan taqdirdami, cho'ng ishni vujudga chiqara olmayman. Lojo, mubada ishimizning mijozini ozroq tanishsaklar, cho'ng ish tavrtalaymiz. Lekin bu mumkin bo'lmaydigan ish. Mijoz degan noit g'alati narsa. Uni ongli holda tanishigili bo'lgan bilan tubdan o'zgartirib bo'lmaydi. Noit ko'p o'ylandim. Men doim, agar men mustaqil polkning komandiri bo'lsam, mustaqil polkni intizomga rioya qiladigan ulgulik polk qilib qurib chiqa olaman. Lekin bundaq polk cho'ng ish tavrtanmaydi. Yo'qurning buyrug'ini qat'iy ijro qiladi deb o'ylab qolaman. Bular o'mayli. Afsunarligi bundaq kollektiv qaysar qo'shin bo'la olishi, natija qaznalaydigan yimrimas qo'shin bo'la olishi natayin. Shundaq, ota-onasining sizqidan chiqmaydigan bola cho'ng ish tavrtanmaydi, lekin kapsiz bola cho'ng ish tavrtalishi mumkin. Masalaning ochiqishi mana bu yerda. Biz hozir urush qilyapmiz. Urushning o'ziga tushli qoidasi bo'ladi. Bizning birinchi nishonimiz dushmanlarni yo'qotish. Vaholanki, dushmanlarni yo'qotishda qo'rqmas, botir qo'shinga tayinimiz. Shunda qo'shin bo'lmasa milliy mustaqillik, davlatning egilik huquqi deganlarning hammasi quruq gap bo'lib qoladi. Sizgan siziqdan chiqmaydigan askarlardan tashkillangan qo'shinning bo'rdek vahshiy raqib bilan tutish olishini tasavvur qilishdasiz. Lajo, demak, bu qitim Noibozorga hujum qilganimiz to'g'ri bo'pti-da. Shundaq, to'g'ri bo'ldi. Mustaqil polkning karomatini ko'rsatdik. Mushuning uchun jazo bersimi, vazifadan ip tashlasin mayli. Agar men bo'lgan bo'lsam, cho'qim siz bilan birga jang qilatdim. Lajo, mijozingiz borgan sir qamlashib qelyapti. Siz men hozirgacha uchratgan eng yaxshi komissar. Rostini desam, men sizdan o'ginib cho'ng ish tavrtalaydigan mijozni yetildirmasam bo'lmaydi. Bir qo'shinda ruh va xarakter bo'lganligini, bundaq ruh va xarakterning shu qo'shinning ofitseri bilan munosabatli ekanligini, qo'mondan qaysar bo'lsa, qo'shinning qaysar bo'lganligini, dushmanlarga tahdid sola oladiganligini, shundan keyin u qo'shinda mayli qanchalik odam olmasin, ruhining hamon mavjud bo'lganligini his qildim. Askar qaysar bo'lsa birga tetaydi, sarkarda qaysar bo'lsa manga odat ekan. Ruhning gapi bo'lib qoldi. Agar malli bo'ladi ekanman, mustaqil polkning askarlari dushmanlarga tahdid sola oladi. Dushmanlarga yo'liqqan hamon jimni tikib elishidi. Kunlarning birida qurbon bo'lib ketgan taqdirdami, mustaqil polk o'xshashli dushmanlarga tahdid sola oladi. Men bo'lmasam, ularning bo'shab ketadiganligiga ishonmayman. Chunki mening ruhim yanada hayot. Shundaq. Yamamoto bu qoidani tushunmagan. U o'zining necha 10 alayda mashqlantirilgan askarlarga tayinibla mustaqil polkni yo'qota olayman deb o'ylagan. U mustaqil polkning shtabini ko'zini yo'qotsamlar, mustaqil polk mavjudligini yo'qotadi deb qaragan. Amaliyotda u Tayvanga bormay turibla mustaqil polk ularga yetishilib ularni yo'qotdi. Siz xalqdan o'chingizni ommaga bo'ldi qilmaydigan odam bo'lgandan keyin mustaqil polkmi albatta shunday qiladi-da. Azimat o'chini 10 yildan keyin osimi kechikmaydi degan gap mustaqil polkqa mos kelmaydi. Mustaqil polk o'chi bo'lsa darhol oladi. Kim bizga tig' ko'tirdi ekan? Bizmi uningga tig' ko'tiramiz. Ishni lilla qilamiz. Hargiz nesi qoldirmaymiz. Gap faqat birla. Bir qilich va zo'ran tutishib qolsak, o'yladiganligimiz aniq bo'lgan taqdirda shamshirimizni qindan chiqamsak bo'lmaydi. Raqibining qilichi ostida jon berish nomus qildigan ish emas. Qilichni qindan sug'amasak eng cho'nimiz. Qindan sug'urish.
Sug'urlig'ini g'ayrat, shijoat, qaysarlik, erlik, g'urur. Obdan dediniz. Ben sizden baldırak sakayıp tezrak doktorxanadan çıkışınızı 4 gözüm ile kütüvatıman. Bana siz bo'lmasangiz bo'lmaydi. Dost tutuş degenmi, xotin tapqanga o'xshash ish. Ko'z tushgan aman boshqasi bilan hisoblashib o'tirmaymiz. Gapim shu. Bu ömrümde men izdigan odam siz. Lavli, mening izlagan odamim dal siz. Biz mangu bir-birimizdan sir o'shirmaymiz, osiylik qilmaymiz. Biz degan haqiqiy do'st. Uli komandiri, doktorxonadagilar kelganligingizni anglab Shanshina g'arbiy shimolini zilzila salayotgan odamning qandayligini ko'ramiz deb sizni saqlab o'tirdi. Sizningcha Ular deb qo'y. Men siyosiy komissar bilan xizmat to'g'riliq paranglashyotiman. Mana. Hop. Lavli, shu changni yerligida qo'ydingizmi? Pol komandiri, bir narsani tas tushunamadim. Xyangodagi jang ampla oxirlashib turishiga siz darhol piyoda askarlar 1-batalyoni bilan to'pchilar 2-batalyonni Daho bozoriga berishga avatdingiz. Bu xuddi Bir talmaqni Levilonning ziminiga qaqqan bilan o'xshash emasmi? ya'ni bundan keyin armiyamizning foydali o'rinda turishi uchun zarur tayyorlik qilganga o'xshash. Shundaqmi? odam kelgusidan ansirmagan taqdirdami, ertasidan andish qilish kerak. 既然下一场战争无法避免，我们为什么不现在就做好准备呢？这下李云龙一定会蹦起来的，他可绝不会让我们单指他的地盘啊！ 报告长官，八路军独立团副团长。 Doklad boshliq, mustaqil polkning muavin komandiri ko'rishgili kelibdi. U nima deb kelgandi? Balkim rahmat aytib kelgandi. Polkimiz Xyangodagi jangda yordam qildik. Shu ish uchun bo'lishi mumkin. Marhamat. Diqqat! Shu polk komandiri. Shin muavin polk komandiri, bir ish bilan kelganmidingiz? Men 8-armiya mustaqil polki vakolatan sizga rahmat aytaman. Bu qatim nahiya bozoriga hujum qilganda qo'shiningiz yaqindan yordamda bo'ldi. Leyilonga deb qo'ying. O'tganda men uningga odamgarchilikka qarz edim. Endi qarzni qaytardim. Qarzdan xalos bo'ldik. Lekin u menga ozroq narsa qarzdor. Uni menga qaytarib berishini umid qilaman. Shu polk komandiri. Aniqroq degan bo'lsangiz, bizning Lepoli komandiri sizga qanday qarz etdi? Ozroq harbiy rasxod. Bu qatim men kuchaytirilgan bir polk askarimni ishga silib, Yapullarga 2 kun to'sib zarba berib, sizlarning noyiga hujum qilish harakatingizga bevos yordam bergan tursam, Leyilong menga ozroq bir narsa bermas bo'lmas. Undaqda bu shu polk komandirining askarlarini Daho bozoriga o'rinlashtirishdagi ba'nosi keldi. Shin polk komandiri, Jongo armiyasi o'zining ziminida har qanday bir nuqtada askar turg'izishga huquqli. Ajaba armiyanglar unda qilmadimi? Shu polk komandiri. Bunda qilsangiz ishki armiya arsida sirkilish bo'lib qolarmikin deb o'ylamadingizmi? Eg'iz deganni atkil bo'lmaydi. Qanday muhokama qilishingiz bilan korim yo'q. Agar boshqa fikringlar bo'lsa, 2-urush rayonining qo'mondoniga 100 turan desangiz bo'ladi. Darja atlab, jang o'yan jangga ahvol inkos qilsangizmi ixtiyoringiz. Qo'mondonimiz Yanshisham bilan jang o'yan jang 358-polk turistik o'rnidan chekinsin deb buyruq tushirsalar, men 2 armiya o'tirisida surkilish paydo qildi degan jinoyatni ustimga kelishga rozi. Men buni shu polk komandirining oxirgi pozitsiyasi deb tushunsam bo'lamda. Bo'ladi. Cho'ng harbiy ishlar boshqarmasining buyrug'i kelishdan burun pozitsiyamni hargiz o'zgartmayman. Odamni shundoq bo'zoq qilgan bormi? Cho'yinfe qilishni avval sug'adi. Meni qilishni qinidan sug'adi deb og'rinmasin. Akan qarag'ay hammaga tayyor. To'xta, kimni izlaysan? Cho'yinfeni chaqirib chiq. O'zing kim? Mustaqil polkning komandiri Leyilong. Leyilong? Anlamabdi keman. Komandirimiz yo'q.
Pulu kitabı halğanca kirip çıkış bulmaydı. Padişah olsun okşaş. Eddandın işip, bana şundak yap kılıp atarsan, Nimi dep adam vursan? urman, sana adem buluşta ügütüp koyay. Hoca! Birader, icazın yok mu? Kirala! Birisi ştabqa bösüp kirdi! Gider çıkagan kim? Oy! Leyilin ken o? Bana ştab başlığı, başlıklı köygende salam beriş gerek degen buyrukunu unutup kaldınız mı? Bu degen devlet armisining buyruğu. Ecba ben devlet armiyası emas mı? Kaynadana 18. Grop boy armiya devlet armiyası tebe mi emas mı? Başlık. Bunun için askirimle urusiz. Tayak seginip kaptıken, kancık o adamga yaxshi ko'zi bilan qaramaydi. Uning qandaq adam bo'lishini o'rgatib qo'ydim. Cho'yin fiqini. Kechirim, komandir. Cho'pili komandir yo'q. Qandaq gap bo'lsa, manga deysangiz bo'ladi. Sizmi? Bo'lmaydi. Darjangiz menga mos kelmaydi. Yo'lbosham, men u kagi saqlayman. Başlık. Qani marhamat. Başlık. Merhamet. Muhafızatçı. Çay koy. Başlık. Çay için. Cho'yin fena ketdi. Bizning komandirimiz qismlarni ko'zdan kechirib ketdi. Nayit kech kelishi mumkin. Hech qisi yo'q, uni saqlab turman. Vaqtim degan jiq. Bugun kechdi kelmasa, musha yerda qudaman. Anglasam 358-polkning tamqi xeri yomon emas ekan. Shu polk komandirining maxsus oshpizi bormish. Obdan bo'ldi. Bugun menmi shundaq ta'minotdan bahramon bo'lib boqay. Başlık. Birdam saqlab turing. Men telefon beray. Beram, uningga Leylon sizni seg'inib ketibdi odam.